Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz there is zero constructions. Ingliz tilida joylarni va obyektlarga nisbatan qayerda ekanligini tushuntirish uchun there is zero iboralari ishlatiladi. Bugungi darsimizda nimalarni o'rganib olamiz? Understand there is zero. There is zeroni qanaqa foydalanish, bu iborani qanaqa foydalanishda o'rganib olamiz. Learn singular and plural forms. Birlik va ko'plik shakllarini o'rganib olamiz. Make positive, negative and question sentences. Darak shaklini, inkor shaklini va so'roq shakllarini qanday yasalishini o'rganib olamiz. Describe places and objects correctly. Joylarning va obyekt narsalarning to'g'ri foydalanish, qanaqa tasvirlashni o'rganib olamiz. Endi qaraymiz. What does it mean? There is zero nima deganini bildiradi. There is zero is used to talk about existence, objects in places, people or things somewhere. There is zero o'zi iborasi nima ekan? Biror joyda nimadir borligini, mavjudligini bildirib keladi. Existence deganimiz mavjudlik, objects in places joylardagi obyektlar, narsalarni qayerda joylashganliklarini biror bir joyda aytishda ishlatamiz. People or things somewhere, odamlar va narsalarni qayerdaligini. Examples: there is a book on the table. Stolning ustida kitob bor. There are students in the classroom. Sinfxonada talabalar bor. Bu yerda stolning ustida kitob turganligini bildiryapti va birlikda kelyapti. There is iborasi bilan birga beryapmiz. There ko'plikda kelyapti. Sinfxonada ko'p talabalar borligini bildirib kelyapti. Grammar structure, uning strukturasini o'rganib olamiz. Singular birlikda. There is plus singular noun. There is bilan birgalikda ot birgalikda keladi va birlik otdagini o'rganib olamiz. There is a laptop on the table. Stolning ustida notebook bor. There is an umbrella in my bag. Mening sumkamda zontigim bor. Bu yerda bitta narsa haqida gap ketyapti va birlikda ishlatilyapti. Endi ko'plikda qaraymiz. Plural. There are plus plural noun. There are to be ko'makchi fe'l ishlatiladi va undan keyin ko'plikdagi otni ishlataveramiz. There are many books on the shelf. Shkafda, polkada ko'plab kitoblar bor. There are a lot of students in the room. Xonada ko'plab talabalar bor. Positive sentences. Endi gaplarda qanaqa shakllarda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. There is zero plus object. Darak shaklida ishlatilgan paytimizda qanaqa ishlatiladi? There is yoki zero. There is birlikda, zero ko'plikda va undan keyin obyektimizni ko'rsatib ketamiz. Noun bo'ladi. Examples: there is a teacher in the room. Xonada o'qituvchi bor. There is some water in the bottle. Shishada suv bor. There are 5 students here. Bu yerda 5 ta talaba bor. There are beautiful parks in the city. Shaharda chiroyli parklar bor. Bor mavjudlikni bildirib kelyapti. Negative sentences. Negative shakli, inkor shaklini o'rganib olamiz. There is not, there isn't, there is not bu qisqartirilmagan to'liq shakli va there isn't bu yerda qisqartirilgan shaklda kelyapti. There are not, there aren't bu yerda qisqartirilgan shaklni ko'rib olishingiz mumkin. Examples: there isn't a bank near my house. Meni uyimni yonida bank yo'q. There isn't a bank bu yerda birlikda kelyapti va isn't deb qisqartirilib ketilgan. There aren't any chairs in the classroom. Sinfxonada hech qanaqa stullar yo'q. Hech qanday stullar yo'q deb aytsak bo'ladi. There aren't qisqartirilib ketyapti va stullar yo'qligini bildiryapti. Questions so'roq shaklida. Question form is, are to be ko'makchi fe'li there oldiga o'tib ketadi. There is, there are deb ishlatilardik. Endi is, are
There'dan oldinga o'tib ketadi. Are there, is there qilib ishlatamiz va undan keyin object ot ishlatamiz. Is there a supermarket nearby? Bu yaqin orada qanaqadir supermarket bormi deb so'ragan paytimizda, savol so'ragan paytimizda mana is there'ni oldiga o'tib ketgan va so'roq shakli yasalyapti. Are there any restaurants? Bu yerda restoranlar bormi deb savol beryapti. Endi savolga javob berib ketadigan bo'lsak, qisqa javob berib ketadigan bo'lsak, yes there is, no there aren't. Yes, bitta o'zini ishlatib ketmaymiz. Yes va undan keyin verbal va undan keyin there is birlikda, ko'plikda zero ishlatiladi. Va no yo'q deb javob beradigan bo'lsak, faqat no ning o'zini ishlatib qo'ymaymiz. No dan keyin verbal qo'yamiz va there aren't yoki there isn't ishlatib ketamiz. Countable and uncountable nouns. Sanaladigan va sanalmaydigan otlar bilan birga ishlatilganligini ko'rib ketishimiz mumkin. Sanaladigan va sanalmaydigan otlarni bundan oldingi darslarimizda o'tganmiz. Countable sanaladigan otlarda there are apples, there is an apple. Sanaladigan otlar bular bitta ikkita deb sanaladigan otlarga nisbatan aytilardi va bu yerda ko'p olmalar bor deb aytgan paytimizda biror joyda bir predmetda turganini aytadiganini ishlatardik. There are apples. Bu yerda ko'plab olmalar bor. There is an apple. Bu yerda bitta olma bor. Ikkalasini farqini ko'rishingiz mumkin. Uncountable sanalmaydigan otlarga nisbatan. There is milk in the fridge. Xolodilnikda sut bor. Milk sanalmaydigan ot, shuning uchun unga is to be ko'makchi fe'li there is ishlatiladi. There is some information about food. Bu yerda oziq-ovqatlar to'g'risida ma'lumot bor. Ma'lumot information sanalmaydigan ot, shuning uchun there is bu yerda zero ishlata olmaymiz. We don't say there are milk. Mana bu yerda alohida ta'kidlab o'tilgan. Biz there are milk yoki bo'lmasam there are some information deb aytolmaymiz, chunki ular sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Biz qilishimiz mumkin bo'lgan xatolar to'g'risida ko'rib o'tamiz. Common mistakes. There is many students deb ishlatolmaymiz, chunki many students bu sanaladigan ot, sanaladigan otlarga nisbatan ko'plikda are ishlatamiz. There are many students. There are a book. A book deganimiz bu sanaladigan ot va birlikda bitta kitobni bildirib kelyapti. There is a book deb ishlatishimiz kerak. Zero deb ishlatolmaymiz. There is apples. Apples bu yerda ko'plikda kelyapti. Es qo'shimchasini ko'rib turibsiz va is ishlatolmaymiz. Unga nisbatan there are apples deb ishlatamiz. Endi mashqlar ko'rib chiqamiz sizlar bilan bir-ikkita va yaxshilab tushunib olamiz. Grammar exercise 1. Birinchi mashqimiz. Complete the sentences. Gaplar to'ldirib chiqamiz. There a cat in the garden. Bog'da mushuk bor. Mushukka nisbatan nima ishlatardik? There is a cat. Is to be ko'makchi fe'lni qo'shamiz. Ikkinchisi. There many books on the shelf. Polkada ko'plab kitoblar bor. There many booksga nisbatan nima ishlatardik? There are many books on the shelf. Are to be ko'makchi fe'lni qo'yamiz. There not any milk. Milkga nisbatan qaysi to be ko'makchi fe'li bu yerga ishlatilishi kerak? Qanaqa qilib aytamiz? There is not any milk. There isn't any milk deb aytishimiz ham mumkin. Endi so'roq shaklida there a hospital nearby. Bu yaqin orada kasalxona bormi? Kasalxonaga nisbatan a hospitalga nisbatan bu yerga qo'yishimiz kerak. Is there a hospital nearby? Okay. Grammar exercise 2. Correct the mistakes. Xatolarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Bu 4 ta gapning ichida har bitta gapda bitta xatodan bor. Biz uni topishimiz kerak. There are a pen on the desk. Partaning ustida ruchka bor. Qaysi biri xato? There is a pen. Are ishlatilmaydi. Is ishlatishimiz kerak, chunki bu yerda sanaladigan ot birlikda a pen kelyapti. Ikkinchisi, there is many cars in the park. Parkda ko'plab mashinalar bor.
Many cars ko'plikda kelyapti. Bu yerda nima ishlatilishi kerak? There are many cars in the park. Okay. Are there a teacher in the classroom? Sinfxonada o'qituvchi bormi? A teacher. Birlikda kelyapti. Qanaqa qilib ishlatamiz? Is there a teacher in the classroom? Is bo'lishi kerak, chunki a teacher bo'lib kelyapti. There isn't students here. Students. Ko'plikda kelyapti. Countable nouns. There aren't students here. Bu yerda hech qanaqa talabalar yo'q. Okay. Thank you for your attention. Diqqat e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Sizlarga there is, there are iborasi to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tdim. Bu yerda yaxshilab qarab ko'rib chiqishingiz mumkin.